Kechqurun shirinlik yeyishga kuchli tortishi. Rus tilida shaytanskaya tyaga к сладкому deyiladi. Asosiy sababi 3 xil. Birinchisi gormonal fon buzuq, insulin baland va kortizol miqdori baland. Keyingisi vitamin mineral fon buzuq, vitamin D kam asosan va uchinchisi qondagi qand miqdori past bo'lgan. G'ozmasligi uy sharoitida kortizol miqdorini, insulinni tushiradigan va shu shirinlikka moyillikni kamaytiradigan zo'r bitta usulni o'rgataman. Ungacha siz bitta like, обязательно o'shaga tarqatib saqlab olasiz. Yarimta stakan sutga 2 choy qoshiq kakao soling. Kakao qondagi kortizol miqdorini kamaytiruvchi gormon ishlab chiqarishni kuchaytirib beradi. 1 choy qoshiq shakar soling va yarim choy qoshiq dolchin koritsa soling. Dolchin koritsa qondagi insulin miqdorini tushirib beradi va ustidan qaynoq suv solib, yaxshilab aralashtirib olsangiz bo'ldi. Albatta ushbu tayyorlama shirinlik yeyishga bo'lgan xohishni kamaytiradi. Kechqurun bor yo'g'i 1 stakan ichsanglar bo'ldi. Albatta ichib kommentariyga ichdim deb o'zingizlarning fikrlarini qoldirib qo'yinglar. Sizlardan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.